Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 8-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda ro harfini o'qishni hamda yozishni o'rganamiz. Ro harfini yozish uchun ixtiyoriy 3 ta katak olasiz hamda 3 ta katakning oxirgi ikkitasiga yoziladi r harfi. Ro harfi oxirgi ikkitasiga yoziladi. Ikkinchi katakning yarmidan 3-katakning oxirigacha yoziladi mana bu holatda mana. Shu holatda yozishga ro harfi deb ataladi. Arab tilida harflar 4 xil yoziladi, ya'ni so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida hamda alohida. O'zi bu juda ham oson qanday tushunsak, va masalan Rahman degan so'z bor. Birinchi harfi nima? R. Shuning uchun mana so'z boshida ro harfi quyidagidek yoziladi. Endi qarang, so'z o'rtasida kelsa, bundan oldin qanaqadir harf bor degani, to'g'rimi? Shuning uchun quyidagi belgicha orqali bunday ulab qo'yiladi. Yozilish o'sha. So'z oxirida kelsa ham o'sha holatda yoziladi. Faqat undan oldin harf bo'lgancha sekin ulab qo'yiladi mana. Shuning uchun ushbu cho'pcha qo'yilyapti. Alohida holatda yozilishi ham xuddi shu holatda yoziladi. Bu harfni o'zi qarang. Quyidagicha savol beraman sizga. Birinchisi, bu qaysi harf desam, siz ro harfi deb javob berishingiz kerak har doim. Qanday o'qiladi desam, o'zbek tilidagi r harfi bilan bir xil o'qiladi deb javob berasiz. Endi qarang, so'z o'rtasida kelganida qarang, undan o'zidan oldingi harfga ulanar ekan, lekin men yozib qo'ydim, o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Masalan, undan keyin qanaqadir harf bo'lsa r-dan keyin unga bunday cho'pcha qo'yib qo'shmaysiz. Yo'lni yozib ketaverasiz. Endi qarang, buni kitobdagi misollari bilan o'qib, birgalikda hozir mashq qilib ko'ramiz. Mana hozir ro harfi, buni o'qiyotganda boya aytdim, r deb o'qiyveramiz. Qarang, quyidagi harf r ekan, mana r harfi. Hamda quyidagi belgi, biz ikkinchi darsda o'tdik, arab harflarining ustida keladi. Asosan a o'qiladi, lekin r harfining ustida kelganda o o'qiladi dedim. Shuning uchun r o ro deb o'qiladi shu. Endi bunisi r, bu 3-darsimizda o'tdik, quyidagi cho'pcha arab harflari tagida kelardi, hamda i deb o'qiladi. Shunda r i. Quyidagi belgidan 4-darsda o'tganmiz, u deb o'qilardi. Esingizda shunda r u ru. Endi boshdan o'qib ko'ramiz, qarang. R o ro, r i ri, r u ru. Shunda ro, ri, ru. Ko'rdingizmi, shu o'qiy olyapmiz. Endi buni o'qib ko'ramiz, qarang. Buni 7-darsimiz, ya'ni kecha o'tdik, quyidagi belgi a ga teng. Bugun o'tdik bu r, shunda a, r, bu to'xtashni bildirardi. Shunda ar deb o'qiladi. Endi bu i deb o'qiladi, kecha o'tdik. Bu r, bu to'xtashni bildirardi. I, r, ir. Bu kecha o'tdik, buni u deb o'qiladi. Bu r harfi. Shunda u, r, bu to'xtashni bildiradi. Ur. Endi boshdan o'qib ko'ramiz, qarang. R o ro, r i ri, r u ru. A r ar, i r ir, u r ur. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Ana shu holatda o'qiysiz. Endi shularni qarang, birgalikda yozib ko'ramiz. Shu mashg'ulot o'tganlarimizni birgalikda yozamiz. Yozish uchun mana vazifa deb yozib qo'ydim, qarang. Savzolashtiramiz. Mana vazifa. Birinchisi ro edi, to'g'rimi? Ro ni yozish uchun 3 ta katak olamiz. Hozir o'rgatdim. Ikkinchi ham 3-katakka quyidagi belgini qo'yamiz, ustiga qo'yamiz. Ro. Ikkinchisi nima edi? Ri edi. Yana r harfini qo'yamiz, tagiga siz qo'yamiz. Ri. Yana shu r ni yozamiz, quyidagi cho'pchani ustiga qo'yamiz. Ru. Endi keyingisi ar degan so'z edi. Qarang. Bunga e'tibor bering. 3 ta katak oldim, kecha o'tdik. A harfi ikkinchi va 3-da yozildi. Mana qarang, e'tibor beryapsiz. A, r esa bugun o'tdik. Mana bu yoqdan bu yoqqa yoziladi mana. Shunda ar. Endi bunisi yana 3 ta katak oldikda, a harfi 2 ta katak yozilardi, mana yozildi. R harfi esa pastdagi 2 ta yozilardi mana. Ir. Endi bunisi mana a u harfi tepada 2 ta yozilardi, mana yozildi. R harfi pastda 2 tada. Shunda ur, ro, ri, ru, ar, ir, ur. Mana hozir kitobdagimiz qo'shtirib ko'ramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi shularni yozdik mana. Ro yozilgani mana, ro deb yozdik. Ri deb yozilgandi mana, r i deb yozdik mana kataklar asosida. Ru deb yozilganini mana r u deb yozdik. Endi bunisi ar, mana ar deb yozdik. Ir, mana ir deb yozdik. Ur, mana ur deb yozdik. Xo'p, sizga uy vazifaga mana birinchi leksiyani ko'chirib olasiz. Mana quyidagi leksiyani birinchi o'tganimizda yana bir takrorlab o'taman. Ushbu harfning ismi nima desam, siz ro deb javob berishingiz kerak. Lekin qanday o'qiladi deb savol bersam, o'zbek tilidagi r deb o'qiladi. Tushunarli? Ya'ni r harfi 4 xil holatda yozilar ekan, so'z boshida, so'z o'rtasida,
so'z oxirida va alohida holatda. Alohida holat bu alfabetda keladi asosan. Xullas, shunaqa gaplar. Endi keyingisi uyga vazifa sizga. Mana shu kitobdagini mana yozib ko'rsatib berdim. Xuddi shuni yozasiz. Keyin bularni yozib bo'lgandan keyin kanalga test qo'yaman. Testlarni yechib, yana bilimingizni mustahkamlab olasiz. Keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin soat 21:00 da bo'ladi.